Niloza xush kelibsiz. Rahmat. Mana hozir akademiya 2-kursini 7-dars tahlilidan chiqdik. O'z taassurotlaringiz bilan bo'lisha olasizmi? Obunachilarimiz masalan akademiyada hali o'qish boshlamaganlar bor, ular uchun qiziq. Sizlarning tajribalaringlar. Albatta. Juda ham ajoyib dars bo'ldi hozir. Aynan bizani o'sha haq ilmiga kelganimizda eski men bilan yangi menni o'rtasida qanaqa perexod bo'lishini juda ham chiroyli tushuntirib berdilar. Va bu joyda aslida biza o'ylayotgan hozirgi turgan vaziyatimizda aybdorlik hissi kelayotgani, qayerdadir o'zimizdan qoniqmayotganimiz, bu hammasi eng to'g'ri pozitsiya ekan. Chunki aynan boshqa insonlarga yolg'on xudo bo'layotganimizni sindiradigan va aslimizni topish uchun qadam tashlayotgan eng zo'r darsi mo'shnisni hozir oldik mana shu darsda. Haqiqatan bu ilmlar aslida ustoz aytadilar-ku, faqat o'sha Allohga yuzlanib, hamma narsani Allohga bog'lashlikka o'rgatganlarini mana shu bugungi darsimizda yana ham chiroyli tushuntirib berdilar-da. Har bir harakatimiz, har bir olayotgan ilmlarimiz qanchalik qalbimiz bilan Allohga bog'lanishlikni va qalbimiz bilan mana shu narsani his qilishlikni juda ham chiroyli bizga ko'rsatib berdilar. Endi Dilnoza masalan dars eshitish, darsni o'tirib student bo'lish juda ham qulay pozitsiyada masalan. Albatta. Yoqimli o'tirib dars eshitish, yangi anglashlar olish. Lekin buni tajribada qo'llash qanchalik oson bo'ladi sizga? Tajribada kelganda haqiqatan juda ham qiyin bo'lyapti. Yolg'on qonunlarimiz sinishi baribir bizga qaysidir miqdorda og'riqli bo'ladi. Mana shu pozitsiyadan agar biz o'tib bera olsak, bu yog'ida o'sha yorug'lik keladi deymiz. O'sha yorug'likka chiqish uchun boshida o'sha krizislardan o'tib berishimiz kerak bo'ladi. Mana shu krizis albatta oson emas, lekin ustozimiz bilan, ya'ni bizani o'sha yo'lboshchimiz mana shu krizislardan o'tganlari uchun bizani shunaqa to'g'ri olib ketyaptilarki, bizga ham qaysidir ma'noda o'ta olishimizga imkoniyat bo'lyapti. Orqada qolib ketmaslik, oldinga yurishlik. Zo'r. Rahmat sizga bo'lishgan fikrlaringiz uchun. O'ylaymanki, sizni tomosha qilib turgan obunachilarimizga juda ham qiziq tajribalar bo'ldi. Ular ham sizni eshitib, o'zlarida biror bir narsalarni anglab, oldinga bir qadam qo'yishga ularga ham ilhom bera oldingiz deb o'ylayman. Rahmat. Rahmat kattakon.